Assalom, keling. Men qizingizni qo'lini so'rab keldim. Yo'q. Voy jinni, nima qilyapti bu? Men qizingizni yaxshi ko'raman. 1 yildan beri gaplashamiz. Tushunmadim, Ey, Telefonini ham o'chirib qo'yibdi. Endi nima bo'lar ekan, ha? nima ish qilasan? Taksistman. Arendaga mashina haydayman. Lekin qo'limdan kelgancha qizingizni baxtli qilishga harakat qilaman. Uydagilaring jo'natsang bo'lmasmidi? Hech kimim yo'q. Men qizimga ko'ngliga qaraydigan odamman. Dada. Sen aralashma. Chiqsammikin, ha? Qizim nima desa shu bo'ladi. Qizim, Rozmi Adajon? Yo'q, qizingiz emas. Boshqa qizingiz. meni bitta qizim bor. Ochiliki, bizniki boshqa. Bu qo'shnilar uyi. Xayriyat, aka ming bor uzr-a. Shunaqa sal shoshqilaman-da o'zi. Shu radarga ham ko'p tushaman shuning uchun. Qattiq adashib qo'yibman. Ming bor uzr. Yaxshi o'tiringlar. Adashganingiz yo'q, to'y bola. Adir boshlab keldi. Ya o'zi, sen qarab tur. Ertaga to'y qilamiz. Qizim bilan baxtli bo'laylik. Iltimos, qo'yib yuboringlar. Go'shtli burger bering menga. Sizgachi? Ha yo'q, men kecha roltin yeb olganman. O'rtog'im yesa men yegan deb bo'laman. Sochni, go'shtlari ham yumshoqqina bo'lib pishsa kerak-a. Pulim bo'lganda maza qilib yeb olardim, bor-ku. O'rtog'imga ham bitta bering, pulni o'zim beraman. Ha yo'q, o'rtoq shart emas. Ichimlik ham qo'shib yuboring. Eslamaydi dema. Rahmat o'rtoq, eng yaqin o'g'aynim sensan. Jasur o'rtoq ko'jeni berib turgan bir pas kiyib ism olay. Sen sovuqdan kulyapsanmi? Oltita garchi qilmasdan ustingga kiyib olsang bo'lmaydimi? Yo'q, ate qilmayapman o'rtoq. Sovuqda kiygan ishlasam yo'q. O'zi sanga o'xshab mazza qilib issiqqina kiyib yurardim. Hay yo'g'i, men bilmayman. Bo'pti yurmasang kurtka olib beraman. Ha yo'q, shart emas o'rtoq. Bitta shim ham qo'shib berasan-a? O, yarashdi. Qulluq bo'lsin. Rahmat Jasur. Eng yaqin o'g'aynim sensan. Gruppadagiga yangi videoyimni ko'rdingmi? Sardor, men telefon ishlatmayapman. Nonga qiynalib qolib, telefonimni sotib yubordik. Qani bitta internetga kiradigan telefonim bo'lsa, hamma tashlagan videoyingni qoldirmay ko'rardim. Instagramga qo'ygan postlaringga like bosib, komment yozardim o'rtoq. Do'stim, yursang o'zim yangi telefon olib beraman hozir. Yo'q, kerak emas. Yo'q, olib beraman. iPhone berasan-a? Rahmat Sardor. Eng yaqin do'stim sensan. Buyursin do'stim. 1 oyda 6 milliondan ko'p jarima to'lanman, boru. Men ham rosa ko'p radarga tushyapman. Neoline 7700S antiradardan o'rnatib olinglar. Yo'ldagi lyuboy radardan ham, kameradan ham, orqa tomondagisidan ham ogohlantiradi. Ovozini o'zbekchaga ham, ruschaga ham sozlasang bo'ladi. O'zbekiston bo'yicha noyob GPS bazasi har kuni yangilanadi. Sifati ham zo'r, Koreyada ishlab chiqarilgan. Sen bularni qayerdan bilasan? Malibuyimizga o'shandan o'rnatganmiz-ku. Sani Malibu'ying bormi? Siz bechorani yoqib, do'stlaringiz qo'qayotgan ekansiz-da, pulini. Bolalar, eng yaqin o'g'aynim sizlar. Stop. Endi bu nomering o'tmaydi, ukam. Yo'q. Yangi kruk topaman ekanda. Jasur, ertaga bolalar bilan toqqa chiqamiz. Borasanmi sen ham? Nech bilan tusharkan, o'rtoq? Uncha ko'p tushmaydi, $50-dan-da. Va hozir uncha pulim yo'q, lekin o'rtoq. Bilasan, hozir sharoitim juda ham og'ir. Hozir 1000 so'm ham zarur deymanga. Bu safar o'zingizlar borib turinglar, keyingi safar borarman o'rtoq. Bo'pti o'rtoq, sharoitingga qara, lekin takkoy qizlarni aytganda gaplashamiz. Shoshmada javob, shoshma. Ertaga dedingmi? Ertaga kakas bittasini berari bor edi. Bo'ldi, men ham boraman aniq. Erta kechda o'rtoq, bugun pul yig'amiz bolalar bilan. Bo'l o'rtoq, men ham boraman, mana pul. Voy, 100 mi? Uydagilar pulida $50 qaytarasan-da faqat. O'zi qizlar narxmanimi? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Siz uyingiz bormi? Ha, mana uyim borligi uchun keldim-da. Xotiningiz-chi? Sen xotinimsan-ku. Kulmang ustimdan. Sal bunda uyimda xotinim bor. Mana uyga barvaqtroq boray demaysiz-a? Odamlar ayriga o'xshab uyda o'tirasizmi siz-a? Faqat ko'chada sandiroqlab yurasiz. Hech bo'lmasa bir kun meni ham yonimda bo'ling, vaqt ajrating bunda. Ha, men ishlayapman, margada olib ko'r. Bilmayman. Menga ham bunday vaqt ajrating. To'g'ri aytyapti.
ertaga hech qayoqqa chiqmasdan shu xotinim yonida uni xursand qilib o'tiraman. Mana qarang, siz ham bunday odamlar eriga o'xshab ko'chaga chiqib pul topib kelasizmi? O'tiraverasizmi mog'orlab? Yigitni rizqi ko'chada deydi. Uyda o'tiravermasdan meni boshimda termulib, chiqing, boring, pul topib keling, ishlang siz ham. Tavba. Oh! Menga atravleniya bo'lganmisan, ha? Ha, ko'chaga chiqsam uyda o'tiring deysan, uyda o'tirsam ko'chaga chiqing deysan. Ha, nima xohlaysan o'zi? O'zim ham bilmayman nima xohlashimni. Lish siz asabingizga tegib tursam bo'ldi. Qo'lingdan kelgancha qochgin-da, quvlab yurib uraman. Gruppada anjanga srochni yuramiz deb yozib qo'ygan ekansiz. Da, kakasi bitta odam kamidi. Lakasa tashing, sira yuramiz, akajon. Nech puldan? O'zi 220 ming olyapmiz. Hurmatingiz bor, 219 mingga qilib beraman. Unda hurmat qilmay qo'yavering, 220 ming beraveraman. Faqat tezroq kelsangiz bo'ldi. Jo'rami to'y edi-da. Bo'ldi, mana orqasidaman, akajon. Aka, nima aldayapsiz? Hali bitta ham odamim yo'q-ku. Siz yuravering, borgunizcha 3 ta odam qilib beraman. Da, bitta odam kamidi. Aka, 2,5 soat o'tib ketdi-yu. Hech bo'lmasa ba'zimga ulgurib bitta qo'shiq o'ynab olay. Mana akajon, boramiz-da, prosta yo'lda bittasi tug'adigan bo'lib qoldi-da. Aka, o'tiring, mana shu qaromatingizga bitta odam kam. Aka, kelyapsizmi yo'qmi? Hech bo'lmasa chimildiqqa kirgizib yuboray baxtilab. Sen hali ham ketmadingmi? Ha, kelmayapti-da. Ha, Redder taksidan zakaz qilmabsan-da. Nima u? Viloyatlararo taksi xizmatida shofyorlarga ham, yo'lovchilarga ham juda qulay. Redder taksida narxini shofyor bilan kelishib, hatto tushirsang ham bo'ladi. Kerak bo'lsa o'zing taklif kirgizsang ham bo'ladi. App Store'dan ham, Google Play'dan ham bemalol sketchat qilsang bo'ladi. Qancha ko'p odam sketchat qilsa, shuncha zo'r ishlaydi. Eng muhimi bepul. Zo'r ekan-ku, ertaroq aytmaysanmi? Mana akajon keldik, 91 ko'rsatyapti. Aka, men anjanga kelib bo'ldim. Shuni bog'liroq aytmaysizmi, odam ovora qilmasdan? Bitta zo'r qo'shiq chiqibdi, eshitdingizmi? Yo'q, qanaqa? Manaqa. Kurra, nagli bashlarga qo'yib qo'ydim bu. Мамуль, мы с Вадиком решили жить вместе. Ну, доча, ну куда? С этим бездельником? Ну, Вадик же не работает. Я тебя никуда не отпущу. Будете жить у нас. Вот. У нас двухкомнатная квартира. Все нормально. Ну ты всегда так делаешь. Оставь меня в покое. Всегда мать виновата. Вот отец. Вот смотри, как она со мной разговаривает. Вот и думает. Mom, I want to go with my boyfriend. What? Mom, I'm age 18. Good. I understand you, my daughter. You can go. माँ, मैं एक लड़का के साथ प्यार किया ही। ऐसी? मेरा बेटी। डैडी! तैयार हो जाओ। शादी के लिए जाएगा। अरे अरे। नहीं Kızım, asovchilar kelgan biron narsada javob berishimiz kerak endi. Yo'q, oyi, men yigitga ham aytdim. Men xohlagan to'yxonada to'y qilmasa, men unga tegmayman. Sen o'zing katta bo'lib qolgansan-ku. Esimdan chiqibdi meni. Seni ota-onangga yo'q boshingda. Ichingda jon-jon, ustingda boqilajon. Irsilamay qo'y. Aka, odam boshiga 15 mingdan. 50 ming ber. 20 ming bor baraka aka. 60 ming ber, tamom. Sizni hisobingiz teskari ishlaydimi nima bola? 25 aka. 70 berasan bo'ldi. Nima, savdolashyapsizlar, javob? Bilasan, taksiman, viloyatga qatnayman. Mana bu odam klient topib beradi. Hozir klient topish qiyin bo'lib qolgan. Sen bu yoqqa 1 minut yur-yu. Ha, Redder taksiga ulanib olsang bo'lmaydimi? Nima? Viloyatlararo taksi xizmati. Shofyorlarga ham, yo'lovchilarga ham birdek qulay. App Store'dan ham, Google Play'dan ham yuklab olsang bo'ladi. Eng muhimi, hozir hammaga bepul. O'rtada pul yeydigan odam yo'q. Ilovani qancha ko'p odam sketchat qilib foydalansa, shuncha zo'r ishlaydi. Bo'ldimi? Hozir hamma shofyor tanishlarimga aytaman. Kurra, nima nonni yarimta qilyapsan sen? Yo, hammaga qulay bo'lsin deb aytayapman, aka. Nima deding nomini? Redder taksi. Men o'zingiz sketchat qilib ber. Bo'ldi, aka. Mana shundan taksichilik qilaman endi. Hammaga aytsangiz. Mayli, o'rtoq, yangilik bo'lsa aytarsan unda. Xo'p. Bugun ham ish yo'q ekan. Mayli, o'ylamang. Bo'lib qolar. Prosta bir tiy pul qolmadi uyda. Xudo beradi. O'g'il qani? Ko'chada. Toz kelib qoladi. Yaxshimisizlar? Sen yana pizza zakaz qildingmi? Ovqat qilish ham esingdan chiqib ketgan bo'lsa kerak seni. Ha, ovqat qilsam o'zingizni vazifangizni bajarib qo'ying. Ana, vannada suv oqayotibdi necha kundan beri. Darrov gap topib berasan-a? O'g'ling qani? Qo'shnining bolasi bilan pastga o'ynagani ketdi, qo'liga pizzasini olib. Men senga necha marta aytganman, qo'lida ovqat bilan bolani ko'chaga chiqazmagin deb. Keldingmi? O'tir, ovqat beraman. Dada, pizza yegim kelyapti. Bo'ldi o'g'lim, pulimiz tushsa olib kelaman, xo'p?
Hozir yegim kelyapti. Hozir pulimiz yo'q-da, o'g'lim. Qachon pul tushadi? Dadang boshini qotirma. Ovqatingni ye. Indamay. Assalomu alaykum qo'shni. Va alaykum assalom, keling. Pitsa zakaz qilgan ekansizlar. Adashib biznikiga olib kelishibdi-da. Yo'q, adashmayapsizmi? O'g'lingizni pitsa yegisi kelgan ekan. Shuni biznikiga adashib olib kelishibdi. Shuni oling deyapman. Ha. Rahmat qo'shni. Agar vaqtingiz bo'lsa, keyin bizanikiga o'tsangiz, shu turbadan suv oqayotgandi. Shuni bir ko'rib berasizmi? Bo'ldi, hozir chiqaman men narsalarimni olib. Aha, bo'pti, xo'p. Bo'ldi qo'shni. Xudo xolasa endi oqmaydi. Baraka toping. Mana buni olib qo'yasiz, qo'shni. Ha yo'q, pulingiz kerak emas. Birinchidan qo'shni odammiz. Ikkinchidan boyaga ishingiz uchun katta rahmat qo'shni. Birinchi qilishmi? Unda eshiting. Birinchidan bersam qo'shnimga beryapman. Ikkinchidan yegan ovqatingda qo'shningning ham haqqi bor deyshadi. Oxirgi payt shularni esdan chiqarib qo'yamiz qo'shni. Oling bexijolat.